Navbatdagi masalamiz genetikaga oid Krassingover masalasi. Odamlarda braxodaktiliya hamda gipofosfatamigraxit, polidaktiliya hamda retinoblastoma kasalliklari berilyapti. Ya'ni bizda 4 juft kasallik bor. A, B, E, D kasalliklari. Va mana shu kasalliklarga oid, demak, katta A genimiz polidaktiliya ekan. Demak, kichik A geni bu sog'lom bo'ladi. Katta B geni retinoblastoma ekan, demak kichik B geni sog'lom holatda bo'ladi. Ya'ni dominant gen ekan va bular ikkalasi bitta avtosoma xromosomasida joylashgan va orasidagi masofa esa 20 marganidani tashkil etadi, deyapti. Undan keyingi braxodaktiliya hamda gipofosfatamik raxit kasalliklari. Demak, braxodaktiliya ham dominant kasallik ekan. Uning retsessivi demak sog'lom holatda. Raxit esa dominant kasallik, retsessivi sog'lom holatda. Demak, kasalliklarimiz barchasi dominant, retsessivlar esa sog'lom holatda bo'ladi. Va bu ikkala gen ham bitta avtosomada joylashgan, ular orasidagi masofa esa 30 marganida. Bu degani Krassingover foiz 30%. Endi bu yerda siz o'ylashingiz mumkinki, ikkita masofa berilyapti. Bu qo'sh Krassingover masalasimi? Yo'q, qo'sh Krassingover masalasi bo'lmaydi. Sabab bular boshqa avtosoma xromosomasida. Shuning uchun bu qo'sh Krassingover emas. Xo'p, endi bizda berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, polidaktiliya, retinoblastoma, braxodaktiliya, gipofosfatamigraxit bo'yicha kasal va barcha belgilar bo'yicha heterozigota dominant genlar faqat otasidan olgan yigit deyapti. Demak, yigitning genotipini berdi. Yigitning genotipini yozib olamiz. Va bularda demak ikkita avtosoma bo'lgan, alohida. Barcha belgilar bo'yicha heterozigota dominant genlar bir tomonda degan faqat otadan olgan. Katta A, katta B, kichik A, kichik B. Katta E, kichik E, katta D, kichik D. Bu yigitning genotipi. Xo'p, nikohlanayotgan qiz. Demak, qizning genotipini topishimiz kerak. Qizda polidaktiliya, retinoblastoma bo'yicha kasal. Demak, birinchi juft, ya'ni ikkinchi juft kasalliklarimiz aynan heterozigota holatda ekan, chunki digeterozigotalik dedi, qolgan belgilari sog'lom deyapti. Demak, sog'lomlik berilyapti hamda kasallik. A geni bo'yicha kasal, B geni bo'yicha ham kasal, digeterozigota, lekin dominant genlarni biri otasidan, ikkinchisi onasidan olgan deyapti. Endi bu katta A, kichik A bo'ladi. Keyingisi kichik B, katta B bu tomonga o'tadi. Nimaga? Chunki dominant genning biri onadan, ikkinchisi otadan olingan. Xo'p, endi ikkinchi va uchinchi belgilar, to'rtinchi belgilar bor. Bizda demak qizda yana belgilayaptiki, gipofosfatamigraxit hamda braxodaktiliya bo'yicha demak sog'lom holati. Normal barmoqli, chunki normal barmoqli degan demak braxodaktiliya emas. Kichik E keladi. Undan keyingisi gipofosfatamigraxit bo'yicha ham sog'lom ekan. Demak, kichik D keladi. Mana qiz va yigitning genotipini topib oldik. Endi bularni chachishtirishimiz kerak. Chachishtirganda A va B genlarni alohida, E va D genlarini alohida chachishtirib olsak ham bo'ladi, osonroq bo'lishi uchun. Yoki buni bitta umumiy holatda ko'rish ham mumkin. 64 talik jadval asosida biz alohida qilib chizib oladigan bo'lsak, demak pennetka takchalarimizga qo'yamiz. Xo'p, birinchi chachishtirib olamiz. Katta B, kichik B chachishtiryapti. Katta A, kichik B, kichik A, katta B. Har ikkalasi ham Krassingover hisobiga jami 16 xil organizm hosil bo'ladi, ya'ni 4 ta gameta hosil bo'ladi. Xo'p, birinchisida chachishtiryapmiz mana. Xo'p, birinchisi normal gameta demak katta B. Kichik A, kichik B. Katta A, kichik B, kichik A, katta B bu Krassingoverlar. Bu ikkalasi Krassingover, bu esa normal. Birinchisidan oldik. Endi ikkinchisidan olamiz. Katta A, kichik B, kichik A, katta B bunda normal bo'ladi. Sabab dominant genlarimiz. Endi Krassingoverlar esa katta B, kichik A, kichik B. Demak, bu ikkalasi Krassingover, bu ikkalasi esa normal holatda bo'lyapti. Va bu A va B gen orasidagi masofa dedi bizda 20 marganida. Bu 20 marganida degani, demak mana shu Krassingover foizi 20%.
Bularda crossing over gametalarimiz har biri demak 20% bo'lsa, mana shu ikkalasi 20% bo'lsa, har biri uchun 10%. Ulushga o'tkazsam 0.1 dan. Bu ikkalasiga endi 80 qolyapti, har biri 40%. Demak, ulushga o'tkazadigan bo'lsam 0.4 dan. Xo'p, mana bunda ham demak bu ikkalasi 80, bu ikkalasi 20. Har biri demak 80% 2 bo'lsam 40 dan, ulushga o'tkazsam 0.4 dan normal gametalarim. 20% da demak 2 ga bo'lsam 10%, ulushga o'tkazsam 0.1 dan crossing over gametalar. Demak biz A va B genlar chachtirib oldik. Endi ikkinchisi bor. E va D genlarni ham bir-biriga chachtirishimiz kerak. Demak, ikkita avtosomba chizamiz mana. Yigitning genotipi demak har ikkala belgisi bo'yicha heterozigota edi. Qizda esa bu belgilar gamozigota retsessiv holatda edi. Chachtirsa yigitdan crossing over bilan birgalikda 4 xil gameta hosil bo'ladi. Birinchi gameta demak katta E, katta D. Ikkinchi gameta kichik E, kichik D. Uchinchi gameta katta E, kichik D. To'rtinchi gametamiz kichik E, katta D. Endi bular orasidagi masofa 30 markan edi. Demak, mana bu crossing overlarim 30%. Normallarim esa 70% degani. Endi qizdan esa faqat bir xil olinyapti. Katta E, kichik D. Bo'ldi. Bunda faqatgina bir xil gameta, chunki u gamozigota. Gamozigota degani bir xil gendan iborat degan. Faqat bir xil gameta hosil qila oladi va bu 100% bo'ladi. Ya'ni 1 ga teng deb olsak ham bo'laveradi bunda. Endi katta E, katta D, kichik E, kichik D gametalarimiz ikkalasi 70%. Har biri 35 dan, ulushga o'tkazsam 0.35 dan. Keyingisida crossing over gametalarim ikkalasi 30%. Har biri 15 dan bo'lsa, demak ulushga o'tkazsam 0.15 dan. Xo'p, bizda A topshirig'i so'ralyapti. A topshirig'ida ishlaymiz. Xo'p, ushbu oilada barcha belgilar bo'yicha kasal farzandlar tug'ilish ehtimolligini aniqlayapti. Barcha belgilar bo'lsa, demak katta A, katta B, katta E, katta D. Demak, bular ham heterozigota, ham gamozigota dominant bo'lishi mumkin, lekin katta A, katta B, katta E, katta D gen uchrasa bo'ldi. Har ikkalasidan toptirib bir-biriga ko'paytirib qo'ysak bo'laveradi. Xo'p, birinchisidan topamiz. Demak, katta A, katta B keladigan. Demak, mana bu. Mana 0.16. Bu qayerdan kelyapti? 0.4 dan 0.4 ga ko'paytiryapman. Xuddi karra jadval kabi. Xo'p, undan keyingisi katta A, katta B kelishi kerak. Demak, mana bunda keladi. Buni 0.4 ni 0.1 ga ko'paysam 0.04. Xo'p, keyingisi mana bu holatda keladi. 0.4 dan 0.4 ga ko'paytiramiz ekan. Demak, 0.16. Xo'p, bundan keyingisi mana 0.4 ni 0.1 ga ko'paytiraman. 0.04. Bundan keyingisi va mana bu. Bu ham demak 0.4 dan 0.1 ga ko'paytirilgan. Bu 0.1 bo'lmaydi. 0.04. Xo'p, endi yana katta B qayerlarda kelyapti? Mana bu yerda kelyapti. Demak, 0.4 dan 0.1 ga ko'paytiramiz ekan. 0.04. Xo'p, mana bu joyda kelyapti. Mana 0.1 dan 0.1 ga 0.001 mana. Yo'q, 0.01 ekan. Bitta 0 ko'payib ketdi. 0.01. Xo'p, keyingi yana katta B kelishi mumkin bo'lgani mana bu. Demak, buni ko'paytiradigan bo'lsam 0.1 dan 0.1 ga 0.01 holati. Demak, mana shu organizmlarda barchasida katta B geni bor. Endi qolgan organizmlarda kichik A, katta B yoki kichik A, kichik B yoki katta A, kichik B. Bizdan faqat katta B kerak bu holatda. Xo'p, endi ikkinchi organizmdan ikkinchi chachtirishimizdan topib olamiz. Ikkinchi chachtirishimizda E va D genlarida bizda katta A, katta D keladigan. Demak, mana bu bitta. Bu 0.35 ga to'g'ri kelyapti. Xo'p, A va B genlar bo'yicha hisoblab olamiz. A va B genlarimiz bo'yicha demak 0.16 plus 0.16 plus xo'p 0.04 0.04 yana bitta 0.04 yana bitta 0.04 va ikkita 0.01 chiqyapti. Hammasini hisoblasam demak 0.16 0.32 0.04 dan demak 4 ta bilan 0. Xo'p, 16 unga qo'shsak 0.48.
Xo'p, 0,01 dan ikkita demak 0,02 0,04imizdan hop yana bitta qolibdi demak. Yana bittamiz. Mana bu joyda qolib ketibdi. Demak 0,04imiz. Bundan ham bitta 0,04 qo'shadigan bo'lsak, demak 0,54. Xo'p, endi bundan esa bu chiqyapti. A va B genlarda 0,54. 0,54 ga ko'paytiraman 0,35 ga. 0,189. 18,9% tashkil etyapti. Demak, A'sini javobi 18,9%.